Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazviy do'stlar. Bugun hafta kuniga yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoriga yetib kelganmiz. Xudo xolisa sizlarga Cobalt narxlarini chiqarib beramiz. Akalar, video boshida albatta bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa video roligimizni boshlaymiz. Akalar, sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi mashinalarni video syomkasini qilib beramiz. Bo'lmasa mana shu 2021 yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomatimizdan video syomkamizni boshlaymiz akalar. Xo'p, yurgan probeklari qancha yurgan bu? 57 ming probek yo'l bosgan akalar. Mexanika so'raganlarga mana mexanikasidan ko'rsatib o'tyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. 4-paketli metan gazovli uстановка qilingan. ABS konditsioner hamma yog'i joy-joyida akalar. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham akalar mana o'rtacha holatda ancha xizmat qiladi. Ichkari salon qismlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar, mashina mexanika Chexol poliklari qo'yilgan. Xo'p, ortiqcha narsalar yo'q. O'ziniki zavod holatda qolgan narsalari. Mashinaning yondan ko'rinishlari. Xo'p, buni kraskalari. Kraskasi toza ekan akalar. Mana kraskalari top-toza. Telefon nomerlari shaxsiy yozilgan 90959 8652 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar, narxini $10,000 so'ralishi, narxidan o'tib beriladigan joylari bor. O'zingizlar bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, baraka qilib olaverasizlar. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda, bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Xo'p, navbatdagi Cobaltimiz keladigan bo'lsa, 2023-yil ishlab chiqarilgan, xuddi shu Mokreyni avtomat akalar bu. Xo'p, yurgan probeklari 36 ming probek yo'l bosgan, motorlari zavod holatda turibdi. O'zgartirish kiritilmagan, gaz passiv qo'yilmagan. Yondan ko'rinishlari, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yangi turtda archa balonlari qo'yilgan. Kraskalari 100% top-toza. Salon qismini ham ko'rsatib o'tamiz mana akalar. Chexol poliklari. Xo'p, monitorlari qo'yilgan. Ichkari salon qismlarini ham mana ko'rishingiz mumkin bir qator. Mashinani orqadan ko'rinishlari. Kraska probeklarini bemalol ustinglarni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Undan muammo yo'q deyishyapti. Xo'p, telefon nomerlari 90959 8652 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Narxi akalar, narxi $11,000 so'ralishi, narxlardan o'tib beriladigan joylari bor. Ko'pchilik yozishi mumkin, nimaga buncha qimmat aytilyapti deydigan akalarimiz ham bo'lishi mumkin. Ha, albatta akalar, bu bozor so'ralish shunaqa, narxidan 200, 300, 400, $500 gacha bemalol tushirib olishingiz mumkin. Yo'g'i o'zingizga bog'liq. Akalar, biz davom etamiz. Navbatdagi bitta Nexia 3 ham bor ekan, o'shani ham qo'yib o'tib ketamiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 ishqibozlariga yurgan probeklari 50 ming probek yo'l bosgan. 4-paketli metan gazovli uстановка qilingan akalar, ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunaqa ABS konditsioner hamma yo'llari bor. Nexia 3 da qora avtomatdan so'raganlar bo'lsa, mana kraskalari top-toza. Xo'p, ichkari salon qismlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Chexollari bor, monitorlari bor akalar. Xo'p, poliklar tashlangan. Salonlari yomon emas, yaxshi holatda akalar. Kraskalari top-toza, bemalol tekshirtirib olaverishsin deyapti. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, narxini $10,500 so'ralishi, narxlardan tushib keladigan joylari bor, balon holatlari. Kimga ma'qul bo'lsa 90959 8652 raqamiga aloqaga chiqib, bemalol savdolashib, baraka qilib olishingiz mumkin. Cobalt qatoridan akalar sizlarga davom etamiz yana. Cobaltlarni ko'rsatishda. Bu necha yili? 2021, 115 ming yurgan. Egasidan so'rab ko'ramiz, ruxsat bersa qo'yib ketaveramiz.
Aka buni oldingizmi, sotyapsizmi? Sotiladi. Narxi qancha? 9600 euro. 9600 bo'lishi, ha? Kraskasi qoldi, 115 Bo'ldi aka. Kraskalari top-toza, 115 ming probeg yo'l bosgan, 4 ta yangi balonlari qo'yilgan akalar, mexanika. Narxini 9600 bo'lsa bo'lishi beraveramiz deyishyapti. Mana balonlarni ko'rishingiz mumkin, yangi holatda turibdi. Yurgan probeglar 115 ming. Xo'p, telefon nomerini aytib o'tib ketamiz akalar. 99 500 07 05 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa akalar bemalol o'zingizlar gaplashib olaverasizlar. Buni 4-pakalini metan gazlari ham bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 9600 dollarga akalar. Bozorda mashina sal kamroq, endi bayramdan keyin Xudo xolisa sizlarga qo'ldan kelgancha borini ko'rsatib o'tib ketaveramiz. 22 kraskasi toza, 100 ming probegda. Kimdan ekan? Sizdanmi, kimdan ekan bu? Egasi yo'q, egasi borlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu 23 kimdan ekan? Egasi yo'qmi? 11200 dollar akalar, 2023, 52 ming probeg yo'l bosgan, diskalari qo'yilgan, balonlari 11200 dollardan tushib beradigan joylari bor. Kraskalari top-toza. Telefon nomerlari 91 006 86 63 raqamiga aloqaga chiqasizlar sizlarga qiziq bo'lsa. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Sizdan bu? Yilichi 16 ha, yili pasroqlar bor ekan-ku. Mexanika bu. Mexanika, gazi bor, kraskasi. 3-pakalini metan gazlari akalar. Pitnosi bor, kraskasi yo'q. Pitno kraskalari bor akalar. Motor holatlarini ko'rishingiz mumkin. Yurgan probegi 217 ming probeg yo'l bosgan, 4 ta yangi balon qo'yilgan, yaxshi masofa ko'rib turibsizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Polik, chexol, xullas hamma yoqlari, mana salon qismlari yaxshi holatda. 2016. Aka narxi qancha endi buni? 7800 deyapmiz. 7800 so'ralish, ha? Kami bor. Kami bor, kelishib beramiz. Kelishtirib beramiz. Hozir hamma tomonda. Mashina ishi yo'q. Olib haydasa bo'ldi, ha? Olib haydasa bo'ldi. Bo'ldi gap. 7600 dan tushib beramiz deyapti. 88 shu nomer qo'yamizmi aka? To'g'ri mayli. 88 186 44 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bemalol egalari bilan o'zingizlar gaplashib, baraka qilib olaverasizlar. 7600 dan tushib beramiz deyapti. Xo'p, akalar davom etamiz Cobalt qatoridan. Xo'p, akalar davom etamiz. Navbatdagi Cobaltimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, yurgan probeglari 60 ming probeg yo'l bosgan akalar. Ko'rishingiz mumkin, mashinaga diska balonlari qo'yilgan. Diskalari Vosin diska, balon o'ziniki radnoyni yaxshi holatdagisi turibdi akalar. Motor holatlariga keladigan bo'lsak, zavod holatida benzinda mashina, konditsioner, ABS, xullas hamma joy-joyida. Salon qismlarini akalar sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Chexol poliklari bor. Akalar rullari qo'yilgan, monitorlari bor. Xo'p, video registratorlarigacha qo'yilgan mashina. Mashinani yondan, orqadan ko'rinadi. Stoplargacha qo'yilgan. Kraskalari akalar. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza, bemalol tekshirtirib olaveradi, bexijolat. Narxi-chi aka? Narxi uch pullik lazım. Narxi pul ular. 10 ming. Ular depani 20 kira. 10 ming. 10 ming kami bor. Bilet qo'yilganmi? Nima qo'yilgan bunga? Litlari qo'yilgan akalar, faralari. Kechqurun bemalol maza qilib yuraverasizlar. 10 ming dollar, yana ozgina kami bor. Bu yog'ini o'zingizlar telefonda gaplashib olaverasizlar. Telefon nomer qaysini qo'yamiz aka? Mana shunimi? 99 097 07 85 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa. Xullas 2025-yil akalar, yili balandroqdan ko'rsat deganlar bo'lsa, mana 2025 yurgan probeg 7000 probeg yo'l bosgan, qora rangidan Midnight akalar. Qora diskali, qora farali so'ragan akalarimiz uchun mana 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Motorlari zavod holatida, benzinda. Ichkari salon qismlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar sizlarga. Mana chexollari yaxshisidan qo'yilgan. Malibu Roll, Malibu Bar akalar.
monitorlargacha qo'yilgan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatga olib qo'yibdi. Shunaqa tayyor midnight so'ragan akalarimiz bo'lsa, aka narxi qancha buni? 13 ming beramiz. 13 ming qilib beramiz, ha? Tushmaymizmi? 50 so'm, 100 so'm ko'p emas, 50 so'm so'mlarga. Tepasida xudo xolisa barakasiga akalar 50 so'm, 100 dollar o'tib beradigan joylar bor. Yog'ini o'zingizlar kelib gaplashib olaverasizlar tepasida. Faqat bu naqd pulgami aka? Kreditga chiqarib beramiz. Agar kimgadir kreditdan ma'qul bo'lsa, aka kreditga ham chiqarsangiz bo'ladi. Aksariyat naqdga sotiladi akalar bozorda, bilasizlar. Telefon nomerlari, xo'p, bu nomerlarni aytib o'tib ketamiz. 99 097 0785 raqamiga aloqa chiqsa. Buni yili necha yil aka? 21 ga 22 kuzov akalar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yurgan probeklari 91 ming probek yo'l bosgan, 4-paketli metan gaz, ABS konditsioner, plus hamma yog'i joy-joyida. Ballonlari ham mana yaxshi holatda turibdi. Largo yumshoq ballonlari qo'yilgan. Chexol poliklari, monitorlari akalar ko'rishingiz mumkin. Salon qismlarini ham yaxshi holatda. Mashinani orqadan yondan ko'rinishlari. Kraska tozami aka? Bitta parovi pitto mashina, bir ikki qashiq. Bitta parogida pitnosi bor. Qolgan joylari to'g'risi top-toza bemalol tekshirtirib ko'rib olasizlar. Narxini 10200 dedingizmi? 10200 kam bor. 10200 kami bor. Tepasida savdolashasizlar akalar. Telefon nomerlari, polni shumkalari bor. Gapi krilolarigacha shumka qilingan ekan. Bitta haydab ko'rib mazza qilib keyin bilasizlar. 99 097 0785 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Mana shuna qiziq bo'lsa, biz esa davom etamiz. Bu ham sizlardanmi aka? 20 bu. 2020 mana yili pastroqdan akalar. 2020 yurgan probegi 73 ming probeg yo'l bosgan. Yangi to'rtta ballonlar qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Motor holatlari o'ziniki zavod holatida. Mashina benzinda. Kraskalari 100% toza, bemalol tekshirtirib olaverasizlar. Salon qismlari mana yaxshi chexol poliklari, monitorlarigacha qo'yilgan. Jurlargacha padmas qilib taxlashgan ekan. Mashinani ko'rinishi. Narxi aka bu 20. 98 kelishib beramiz. 9800 kami bor. Mana akalar sizlarga 2020-yil Cobalt'imiz. Mashina avtomat edi, mashina avtomat. 9800 dollar kamini qilib beramiz deyapti. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol olishingiz mumkin. 99 097 mana aka 0785 raqamiga aloqaga chiqib bemalol o'zingizlar baraka qilib olishingiz mumkin. Navbatdagi akalar Cobalt'imiz 2025-yil ishlab chiqarilgan. Bu midnight qorasidan ko'rsatgandik, endi oqidan ko'rsatamiz akalar. Tonirovkalarigacha urilgan, poli navratlari bor deyishyapti. Hozir bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunga qilingan ishlar akalar tonirovka, yumshoq to'rtta ballon qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi holatda turibdi. Yurgan probegi 23 ming probeg yo'l bosgan, motorlari zavod holatida. Ichkari salon qismlarini ham sizlarga bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Shumkalari qilingan. Malibu rul, Malibu bar, yana chexol polik, video registrator, xullas hamma yo'qlari qo'yilgan. Mashina tayyor holatga olib kelingan ekan. Narxi akalar 13 ming dollar. 100% shumkalari bor. 13 ming dollardan balki tepasida naqd pulga oladiganlar bo'lsa, ozgina o'tib beriladigan joyi bor. Uni tepasida gaplashasizlar. Lekin mashina tayyor, absolutni hech qanaqa ishi yo'q. Xudo xolasa bemalol olib mazza qilib haydayman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol kelib olishingiz mumkin. Yana bitta 25imiz bor akalar. Bu ham midnight. Ikkita qora midnight, bitta oqidan bo'lyapti. 11 ming probeg yo'l bosgan. Yurgan motorlarni ko'rishingiz mumkin. 4-paketli propan gazlar uстановка qilingan. Propani ham bor, tayyor bo'lsin deganlarga mana shunaqa variantda 4 ta archa ballonlari qo'yilgan yaxshisidan. Bu akalar zavod holatda turibdi, ichkari salon qismlari. Bunga faqat chexol poliklari qo'yilgan xolos. Malibu rul, Malibu barda o'rniga akalar bugun gaz taqilgan ekan propandan.
Buni ham narxi xuddi shunaqa, 13 000 dollar. Tepasida ozgina o'tib beriladigan joylari bor. 3 ta 2025 akalar, tanlab olaverasiz. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, o'zingizga ma'qulini tanlab, tepasida savdolashib, baraka qilib olaverasiz. Telefon nomerlari xo'p 99 097 07 85 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, qaysi biri bemalol ko'rib tanlab olib ketaverasizlar akalar. Bu yerda akalar naqd pulga hamda через bank orqali olishingiz mumkin. Endi kimgadir xohlovchilar bo'lsa, agar mabodo через bankka ham olishingiz mumkin ekan. Iloji boricha naqdga olib, maza qilib haydab yurganga yetmaydi ekan.